Kuni kecha poytaxtimizga dunyoga mashhur italyan xonandasi va bastakori Toto Cutugno tashrif buyurgan edi. 22 noyabr kuni esa italiyalik san'atkor poytaxtimiz aholisi hamda mehmonlari uchun konsert dasturini taqdim etdi. Iste'dodli qo'shiqchining konserti Oltin kuz xalqaro san'at festivali doirasida O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida bo'lib o'tdi. Toto Cutugnoning dunyo bo'ylab barcha konsertlari anshлагsiz o'tmaydi. O'zbekistondagi konsert dasturi ham bundan mustasno emas. Konsert dasturi boshlanishidan bir necha daqiqa oldin biz muxlislarning Toto Cutugno hamda uning ijodiga munosabatlari bilan qiziqib ko'rdik. Men asl Toshkentlikman va shahrimizga Italiya vokal san'atining afsonasi Toto Cutugno gastrolga kelganidan juda ham xursandman. Ayol bo'lganim uchun yoshimni aytishni istamayman, lekin bu qo'shiqchini yoshligidan beri bilishimni aytmasam bo'lmaydi. O'sha paytda u juda xushro'y yigit va o'ziga barchani ohanrabodek rom qiladigan xonanda edi. U birinchilardan bo'lib bizga Italiya estradasini tanitgan. Unga qadar biz bu haqda unchalik bilmasdik ham. Umid qilamanki, u hozirda ham o'z jozibasini yo'qotmagan va men konsertdan katta huzur olaman. U esa biz bilan, o'z muxlislari bilan muloqotdan va bizning ajoyib hamda go'zal shahrimizga kelganidan mamnun bo'ladi. Biz konsertga onalarimiz bilan keldik. Ular Toto Cutugno ijodini juda sevishadi va bizda ham bolaligimizdan unga mehr uyg'otishgan. Biz ham uning qo'shiqlarini juda ko'p eshitardik. Italyancha qo'shiqlar menimcha eng yaxshi qo'shiqlardan biridir. Har yili Yangi yil konsertlarida Toto Cutugno va italiyalik boshqa bir qator ijrochilarning kuylashi ham bejiz emas. Biz u kelganidan hamda poytaxtimiz aholisi va mehmonlariga shunday ajoyib sovg'a qilganidan juda xursandmiz. Serenata la Italiano. Bu qo'shiqlarni eshitganimiz bilan beixtiyor ko'z o'ngimizga mana shu mashhur xonanda, italiyalik bastakor Toto Cutugno keladi. Bu yerga tashrif buyurgan mana shu zalda o'tirgan har bir inson ayni damda Toto Cutugno orqali jonli ijroda ijro etilayotgan kuy qo'shiqlardan bahramand bo'lmoqda. Bundan tashqari ular ham birgalikda qo'shilib kuylashmoqda. Сколько женщин. Toto Cutugnoning qo'shiqlarini tinglayotgan inson qalbi betakror his-tuyg'ularga to'ladi. Shuning uchun ham qayerda konsert bermasin, tomoshabinlar uning qo'shiqlariga jo'r bo'lishadi. Chunki san'atkorning romantik qo'shiqlari muxlislarning qalbidan joy olgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumot: bu ijodkor Joe Dassin, Adriana Celentano, Dalida, Mireille Mathieu singari dunyoga mashhur san'atkorlar bilan ko'plab qo'shiqlar yaratgan. Shuningdek, u 1990-yildagi Eurovision tanlovida La Italiano qo'shig'ini ijro etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan. La Italiano Toto Cutugnoning tashrif qo'shig'iga aylangan deb bemalol aytishimiz mumkin. Bu qo'shiq Lasciatemi cantare nomi bilan ham mashhur. Mazkur qo'shiq avvaliga Adriana Celentano uchun yozilgan edi, lekin u bu qo'shiqdan bosh tortgan. Shundan so'ng 1983-yilda Toto Cutugno ushbu qo'shiqni Sanremodagi festivalda ijro etgan. O'shanda Cutugnoga hay'at a'zolari 5-o'rinni berishgan, ammo yakuniy hal qiluvchi bosqichda muxlislarning ovozi bilan Lasciatemi cantare 1-o'ringa loyiq deb topilgan. Shundan so'ng 13 hafta davomida italiyalik xonanda Fransiya va boshqa davlatlarda hit qo'shiqlar ro'yxatida yetakchilik qilib kelgan. Konsert dasturi haqiqatdan ham taassurotlar va qiziqarli sovg'alarga boy bo'ldi. Mana bu qo'shiq haqiqiy sovg'a bo'ldi desak bo'ladi, chunki ayni damda Toto Cutugno Yalla guruhining choyxona qo'shig'ini jonli ijroda ijro etmoqda.
Konsert dasturidan so'ng biz yana Kutunyo muxlislarining konsert haqidagi fikrlari bilan qiziqdik. Ularning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, Toto Kutunyoning O'zbekistonga navbatdagi tashrifi ham esda qolarli daqiqalar hamda yoqimli hissiyotlarga boy bo'ldi. Bugungi konsert juda zo'r o'tdi. U bizni 80-yillardagi yoshligimizga qaytardi. Ajoyib xonanda, ajoyib zal va sahna, diskoteka ruhi. Biz tadbirdan juda mamnunmiz. Men konsertga qizim bilan keldim. Qo'shiqchini anchadan beri bilaman. Uning muxlisasiman. Qo'shiqlari menga juda yoqadi. Hammasi juda jo'shqin va ajoyib o'tdi. Bir olam iliq taassurotlar oldik. Konsertdan so'ng charchagan va vaqti tig'iz bo'lishiga qaramasdan, biz shaxsan Toto Kutunyoning o'zi bilan ham suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Konsert davomida men o'zimni juda yaxshi sezdim. Umid qilamanki, tomoshabinlar ham xuddi men kabi g'aroyib energetikani his etib, a'lo kayfiyatga ega bo'lishdi. Men juda zavqlandim. Har safar sahnaga chiqqanimda men ilohiy narsalar haqida o'ylayman. Ijro etayotgan paytimda esa shodlanaman va umid qilamanki, tomoshabinlar ham shuni xohlashadi. Meni shunday iliq kutib olgan o'zbek xalqiga minnatdorchilik bildirib, yurtingizga yana kelishga umid qilaman.